Videoni to'xtatmasam. Bugun qarang, tabiat qo'yini alhamdulillah. Yomg'ir dedi, mana yomg'ir. Havoni tozaligini qarang. Paxtalarga qarang. Bug'doylar kelibdi mana. Deb mana shu ko'klamzor bug'doy o'rishni boshlanadi. Vaqt oliy hakam. Jarohat ham, malham ham bu vaqt degan ekan. Tohir mahkam bu she'rida. Qochaqa. Yo, sen tush, men tusha videoga. Ha? Assalomu alaykum qadrdon. Milliy liga nima etsin, nima deysiz? Video kontentimiz mana hozir bayramona ajoyib salatlar tayyorlaymiz, ideallisidan. Milliy tonni qarang. Ixcham. Hamma yoq to'sib turadi. Orqa buferi hamma yoq issiqqina. Qarang. Bugungi xullas salatimiz va idealni salat qilamiz. Har bir xonadonda tayyorlanadigan darajada tushuntiramiz va opisaniyada grammlarni yozib qoldiramiz. Yaqinlashtiring. Tuzlangan bodring, oddiy buxankadan tayyorlangan suxari, qaynatilgan tuxum bo'ladi, makka kerak bo'ladi, garosh kerak bo'ladi va zeleniy garchitsa bor. Bunaqa semichkaligi bor, bu ham zo'r aytadi, mazza sochli bo'ladi. Tabiga qarab tuz. O'zingiz yoqtirgan, ishongan kapchonning kalbasadan foydalanasiz. Buni go'sht qo'shsangiz ham bo'ladi. Tez kunda qadrdon qiling. Tez o'sha bayramona salatlar joylashga harakat qilamiz. Kanaldan uzoqlashmang, do'stlar bilan ulashib qo'yinglar. Ketdik. Yomg'irdan havolar mo'tadil. Kalbasani salomka shaklida kesib olamiz. Salomka shaklida kesib olamiz. Zeleniy bodring. Ko'p qo'shmaysiz, taxir qo'radi. Zeleniy garosh, bittasi kukuruz. Issiq tuxum, issiq. Parini qarang, parini. Suxari. Ozgina garchitsa. Semichkaligi bor, mana. Deyarli salatimiz tayyor. Qadrdon, tez bo'ladigan salatlarni tez joylaymiz. Komment yozib qoldiring, qaysi salat ko'proq bo'lsin. Salat qarang, tayyor. Buni ustiga kartoshkani mayda qilib to'g'rab, kartoshka pay qilib qo'shsangiz ham bo'ladi yoki chipslar sossiz ham bo'ladi tepasiga ukrasheniya uchun. Gaz plitamizni ozgina kartoshkani qovurib keldik. Qorong'i ham tushib ketdi, qarang. Bismillah. Yaqinlashtirdingizmi? Qani bismillahirrohmanirrohim. Videoni to'xtatmasam. Qadrdon, keyingi kontentda ko'rishguncha komment yozib qoldiring. Go'shtli taomlar bo'lsinmi, salatlar bo'lsinmi, yo boshqa turdagi taomlar bo'lsinmi, bayram dasturxoni uchun. Salomat bo'ling. Paka-paka. Ketdik.